Assalomu alaykum do'stlar. Va men yana sizlar bilan o'sha yosh bloger bo'laman. Bugungi videoda biz Minecraftda uy quramiz. Roblox haqida video chiqardim, ko'rgan bo'lsanglar, unda nimaga Nikis Etoaki deb so'rasangiz, o'sha payt men Etoaki bo'l deb yubordim, chunki mening avval 2023-yilmi 2024-yil bitta kanalim bo'lgan, uning ismi Etoaki bo'lgan. O'shandan qolib ketgan FIFA akkauntim ham bor, ammo FIFAm Play Marketda chiqmay qoladi. Ammo sizlar FIFA o'ynaydiganlar bo'lsa, FIFAga kirib Etoaki 22 deb yozsangizlar chiqadi. Hozir Minecraftda ham nikim Etoaki bo'lsa kerak. Hozir qarang qilamiz, qorami? Hop, mana qora qilaylikchi, qanaqa ko'rinar ekan. Qora. Mana qoraga oq tushsa kerak yoki qizil tushadimi? Qoraga mayli oq. Mana buni qilaylik. Önce dizayn degan narsalarga tushunmayman. Ammo yaxshi uy qursam kerak. Necha qilamiz? So'nggi o'yin qilamizmi yoki bu? Mayli, 7 ga 7 qilaylik. 1 2 4 5 6 7 o'yin qilayganmiz. 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 Adamı yerine açıklamamız. Bana bir açık duruş gerekiyor. Tepeye 5 blok kullanması ve 4 blok kullanma. Mayda 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oldu. Ve qora rangdan qo'yib chiqamiz. Qora rangdan qo'yib chiqamiz. Qanaqa o'yinlarga chiqaman? Roblox chiqaman. Robloxda qanday zonalarga chiqaray? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu kanalni kecha ochdim. Avval kanalimni ochdim. Unda 36 ta kanal bo'lgan. O'rtalar bitta kanalni aytib o'taman. Lunex degan kanal bor YouTube'da. O'shanga obuna bo'lib qo'yinglar. Udan menga o'xshagan endi kanal ochyapti. Mening shishim qarindoshlar o'shanga qarab. Minecraftda juda ko'p uy quryapman, chunki avvaldan beri uy qurmayotgan edim, ammo hozir Minecraftga qaytdim. O'sha uchun ham sal uy qurishni boshlangan bo'ldim. Qanaqadir uy qurishni yaxshi
short chiqarganman. O'shani o'yinni ko'rgan bo'lsa juda ham ajoyib chiqqan edi. Voy. Mana ko'plarda qilishim kerak. Oldin kanalim banlagan uchun hech kim tanimasa kerak. YouTube'ga chiqsa yo'qsa ham chiqmaydi u kanal. Banlagan. Lunex degan kanal bor. YouTube'da o'shanga nima qo'yinglar. Degan ajoyib kanal. O'zi nechta obunachisi bor? Lekin video chiqarmasa kerak. Bilmadim yana. Roblox'ta qanaqa zonalarda chiqaray? Menimcha taksi boss'ta chiqarsam yaxshimi? Aytuvchi taksi boss'ta bir ko'raveraylik mashinamni. Aytgancha o'sha aytganda Roblox'da do'zda tashlab qo'yinglar. O'ynamoqchi bo'lsanglar, do'zda tashlab qo'yinglar. Yoki pastlikcha 555 Maladesni o'rtog'imga prank qilganman. O'sha Lunex degan kanalni egasiga prank qilganman. O'sha payt Roblox nikini o'zgartirib tashlaganman. Sen ham shunaqa qilib qo'yasan. Ko'pir qo'yganman-da. Keyin sen ham shunaqa qilib qo'yasan. Bir hafta shunaqa yuriysan, men ham bir hafta yuriyman. Chunki Robloxda nikni bir hafta almashtirib bo'lmaydi, bir almashtirsang hech nima ko'rinmay qoldi. Mana